bo'ldi, nima gap endi? Nima bo'ldi? Nega bolalarni boshqa o'tkazadi? Tinchlikmi? Ah? Sigaret chekkanlariga ozgina kamroq cheking degandim. Voy bolam, menga qara. Bu seni o'zingni sog'lig'ingga zarar-ku, a? O'zingni o'yla bo'lmasa. Ahvolingni qara. Yaxshi bo'lardi, oyi. Mendan tezroq qutulasiz. Nima deganing bu? O'ylab gapiryapsanmi shu gapni? Shundoq o'tirganiga shukr qil. Xudoga ham xush kelmaydi bu gaplar. Xush kelmasa olsin jonimni. Nima deganing bu? Baqirma. Baqirma. O'zingni bos. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos Nozim aka, ozgina sabr qiling, ko'pi ketib ozi qoldi. Jonga tegdi. Hamma narsa jonga tegdi. Jonimga tegdi hammasi. Menga qara bolam. Bu kelinga ham rahming kelsin. Shu holatida menga qarashyapti, yordam beryapti. Tushunishing kerak-ku. Sizga qarashayotgan bo'lsa, oyi. Ana, oyoqqa turdi. Mani o'rnimga ishlasin, pul topsin, bolalarga qarasin, boqsin hammasini. Mendan hech narsa kutmaylar, ona. Men o'ladigan odamman. Hech narsaga yaramaymanman. Bo'ldi. Qizim xafa bo'lmang. Oyijon, rostdan ham o'tirib qiladigan bo'lsa ham ish topishim kerak. Sizni ham qattiq qiynab qo'ydik. Haqiqatdan ham oxirgi vaqtda pensiyangizga qarab qolganmiz. Ota-onamdan ham bir umr yordam kutib yashay olmaymiz baribir.